sun'iy intellekt kirib kelishiga, axborot texnologiyalarini rivojlanishi natijasida 40% dan ortiq kasblar qisqaradi. Yaqin yillar ichida qisqaradi. Bu o'z-o'zidan aytishimiz lozim, ishsizlikni yoshlarda oldidagi kelajakda daromad qilaman yoki ishlayman degan kasblarda qisqarishiga olib keladi. Bu avtomatlashtirilgan tizimlarga, boshqa jarayonlarga o'tishi. 1 millionda atrofida har yili demografik o'sish kuzatilayotgan davlat uchun bu qator vazifalarni qo'yishligi partiyamiz oldiga qo'yilgan dasturiy vazifalarimizdan kelib chiqib, vazifalar qo'yishligini aniq ko'rsatib turibdi. Shuning uchun joylarda mana mahallani rivojlantirish yili deb belgilanayotgandan keyin o'sha mahallalarda demak qator ishsiz yoshlarni ko'payishiga olib kelishi mumkin bu jarayonlar. Kasbsiz qolayotganlarda muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun bu yo'nalishda biz bevosita to'g'ridan to'g'ri borib, o'sha mahallalarda bu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirishimiz keragi va hukumat oldiga qator vazifalarda aniq ro'yxat qo'yishimiz kerak bo'ladi.